Qaranglar, mana уже tayyor bo'ldi. Endi mana shunaqa qilib 6 ta 25 santimetrdan kesib olamiz. Qizlar, mana shunday qilib olamizda pastlarimizdan o'tkazamiz. Mana. Qaranglar, bitta tashab bitta o'tkazamiz, bitta tashab bitta o'tkazamiz. Mana o'tkazib oldik. Endi mana ikki tomoniga ildirib oldik. 3 tadan qilib. Endi bu yerlarni to'ldirib chiqamiz. Bizga mana shunaqa katta, kichkina bo'lgan tomchili xrustallar kerak bo'ladi. Keyin 6 razmerlik xrustal kerak bo'ladi. Mana shunaqa qilib kalsochaga ildirib olamiz. Uzun joyini qirqamizda. Keyin shunaqa qilib ildirib olamiz. Kichkina xrustal. Yana xrustal solamiz. Buni ham kalsocha kerak emas bunga. Bitta tashab bitta ildirib olamiz. O'ziga qotiramiz qizlar. Shunda skromniy chiqadi. Mana. Shunaqa bitta tashab bitta qilib yasab olamiz. Mana qizlar, tayyor bo'ldi. Aksessuarimizni qolgan jarayonlarini yasash uchun menga obuna bo'lib keting. Kommentariyada izoh qoldiring, yasalib yozib qoldiraman. Yasash jarayonlarini tashab qo'yib boraman.